ko'paydi. Jamoa asosiy urg'uni xorijlik futbolchilarga qaratyapti. Faqat Braziliyadan emas, boshqa mamlakatlardan ham jamoaga o'yinchilar taklif etilgan. Pajaro, Emerson, zo'r pas. Olisdan zarba, darvozabon ushladi, qaytardi, chiqarib yubordi. Diego Nascimento, David Vitor bu uchrashuvda ikkita gol urdi. Dastlabki ikkita golni Vitor da Silva kiritdi. Dramatik o'yinda himoyasi ikkita kuchli jamoa o'ynagan 0-0 o'yinlar bo'lgan tarixda. Kam bo'ladi baribir futbolda 0-0. Diego o'tga tashlandi, hujum davom etyapti. Zarba yo'llandi. Tashqi tomondan to'rga tegdi. Yana bir vaziyat. Aniq zarba-yu sust. O'zini qo'riqlayapti. Ket Sanoat Qurilish Bank qarshi hujumga darvozabon qutqardi. Ochkoli o'yin 3-va 4-o'rinni egallab turgan jamoalar bahsi jadvalda. Juda katta farqi yo'q o'yinda. Kichik ustunlik baribir Sanoat Qurilish Bank jamoasida. OKMK esa raqamda 5-Xayrmasoliq, 49-Jasur O'rinbosarov, 17-Muzaffar Abdukarimov darvoza ustunidan to'p qaytdi. Qarshi hujum hamda Islombek Jo'rayev darvozabon zaxirada, 4-Fazliddin Botirov, 7-Davron Abdurahmonov, 10-Shahram Faxriddinov, 11-Rashid Ismatullayev, 15-raqamda Samandar Abduvohidov va 21-raqamda Doniyorbek Tohirov. Yana bir urinish. Darvozabon to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Zarba, darvozabon qaytardi. Juda kuchli, aniq bordi bu zarba. Yangi hislanib oldi. Ular ham yaxshi o'ynayapti-da. Qizilqum ham juda zo'r kurash taklif etyapti. Nevshem, Surxon Oyislarga 1-3 yutqazib yubordi. Surxonni ham ajoyib o'yinchi, terma jamoamizning ham yetakchilaridan biri. Qarshi hujum, Emerson zarba, darvozabon qutqardi. Yana zarba, darvozabon ikkinchi marta sev qildi. Zo'r. Birinchisida Emersonning kuchli zarbasini mana bu posbon Diego Nascimento qaytardi. Mana ko'ring. Zo'r o'tib ketdi mana bu yerda. Qarang. Chap oyoqda, lekin juda kuchli tepmagan ekan, darvozabon qaytardi. Mana bunisiga ham ulgurganiga qo'ying. Zarba, bu safar darvozabon. Zarba, darvozabon qaytardi. Mana endi Sanoat Qurilish Bank jamoasining hujumi. Hujumchi muvaffaqiyatsiz o'ynadi. Zo'r zarba qaytdi yana. SKBda yuzaga kelgan ikkita zo'rladi. Keyingi pas, yana zarba, darvozabon qaytardi, keyingisi yo'q. Hisob 2-0 bo'lishi mumkin edi hozir. Emersonning zarbasini darvozabon bartaraf etdi, lekin qaytgan zarbani mana bu o'yinchi darvoza